Sariqo'rg'ondan gapiramiz. O'rtoqlar, shu kanaldan 157 kilolik baliq ushladik. Bu baliqni hozir sizlarga ko'rsataman, lekin avval bitta ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Mana Adirlikdan uyog'ida Qirg'iziston ekan. Qirg'izistonga katta rahmat. Mana shunaqa katta suv chiqib, shu tomoni Beshariq, O'zbekiston rayoni hamda Furqat tumanlarini suv bilan ta'minlayotgan. Endi bu tomoni esa To'g'onning bu tomoni Uchko'prik, Qo'qonning ayrim hududlari hamda Bog'dod, Buvayda tumanlarigacha Rishton tumanlarini ham suv bilan ta'minlayotgan. Baliqni 157 kilolisini aynan mashqdan shu soy shoq o'tgan paytda mana bu joydan ushladik. Hozir biz uni pastda qorib yeyish ishlari olib borilmoqda. Agar telefonim o'chib qolmasa, hozir olib ko'rsataman. Agar o'chib qoladigan bo'lsa, keyingi videoda postiga joylayman. Qani ketdik.